zipiri boyligi 5ta 6ta gapiradi. Birinchidan bu gap emas. Meni bitta odatim bor, ya'ni to'satdan ha deb baqiraman-da. Sun'iy quloqqa, ya'ni sehrli quloqqa autizm bolalar bilan aqli zaif bolalarga taqishmaydi. Eng katta buyuk olimlarning kitobida yozilgan. Surxondaryoda bitta otaxon kelganlar, chalmalarni kiyib, malades otaxon ekanda. Bola chala tug'ilgan, pnevmoniya bo'lgan, radomda gentamidsin qilishadi bolani hayotini qutqarish uchun. O'lgan nerv tolalarini tiriltirib beraman. Quloq borki, eshitish lozim. Chunki bizani dunyo tovushlari eng go'zal. Assalomu alaykum, hurmatli aziz kuzatuvchilarimiz. Defektologiyaga oid ma'lumotlar berishda davom etamiz. Bugungi ma'lumotlarimiz asosan nutqni shakllanishida eshituvni ahamiyati haqida gaplashamiz va bugungi mehmonimizni tanishtirib o'taman. Maestro Sluha markazi rahbari, audiolog, vestibiolog mutaxassis, tibbiyot fanlari nomzodi, Respublika Milliy lor bosh va bo'yin markazini quloq ilmiy laboratoriya rahbari, Sehrli quloq akademiyasi loyihasi tashabbuskori Karimova Nargiza Abdullayevna bo'ladilar. Assalomu alaykum, Nargiza opa, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Nilufarxon. Nilufar Abdumajidovna. Men doim aytaman, albatta o'chitib etish lozim bizni, chunki bizning mutaxassisligimiz shunaqa. Oldindan sizga rahmat demoqchiman. Bu juda ham yaxshi loyihangiz, ya'ni nafaqat bu bir oddiy ko'rsatuv, men aytaman, buni bir ta'lim video reportaj desa bo'ladi. Rahmat taklif etganingiz uchun. Defektologiya, logopediya sohasida bizda o'zbek tilida ma'lumotlar juda ham kam. O'shaning uchun xalqimizga ham mutaxassislarga foydali bo'lsin deb shu loyihani boshlaganmiz. Har oyda mutaxassislar bilan podkastlar olib boramiz. Shuning uchun bugungi podkastimizda asosan eshituvni nutqdagi ahamiyati haqida gaplashamiz. Bo'lmasa savollarni berishni boshlayman. Keling. O'zingiz haqingizda ozgina aytasizmi? Men o'ylayman ko'pchilik bilan tanishmiz. O'zi oxirgi 15 yilda, men o'zim masalan mutaxassisligim lor bo'lib turib, oxirgi mana shu 15-20 yilda ko'proq olam bor shu defektolog, logoped, surdopedagoglar bilan faolligim juda katta. Bir-birimiz bilan o'rtoqmiz. Hatto barcha defektolog logopedlarni yoki mana shu surdopedagoglarni, bizning eshitish zaif bolalar bilan eshituv apparati va qihlar implantatsiyadan keyin shug'ullanadi. Reabilitatsiyasida juda ham katta jarayon, katta ish olib borishadi. Men ularni mo'jiza yaratuvchi deyman. Nimaga? Masalan, operatsiya 30 minutlik narsa. Implant qo'ydi, xirurg bo'ldi, esdan chiqozdi. Biz ham eshituv apparat qo'yamiz, kamida yarim yilda, balki 1 yilda ko'ramiz bu bolalarni. Lekin bularni eshitib, nutqlashini, rivojlanishda katta bir yutuq bu defektolog, logoped va surdopedagoglar bilan shug'ullanish. Shuning uchun men aytaman, bu eng katta sabr, eng katta mehnat, eng katta mehr berishadi shu bolajonlarga, aynan sizni hamkasblaringiz, defektolog, surdopedagoglarga. O'shaning uchun men ularni chiroyli bir nom deb berdim, mo'jiza yaratuvchi. Rahmat kattakon e'tirof uchun. Rahmat. Biz ham har doim Nargiza opam tekshirib bersalar ishonamiz. Eshituvni oldin Nargiza Abdullayevnaga borasizlar, tekshirtirib kelasizlar. Biz o'sha qog'ozga ishonamiz deymiz, chunki siz bizani tushunasiz. To'g'ri aytdingiz. Men o'zi audiolog, vestibuologman. Ko'pchilik mutaxassislar ham, hatto bemorlar ham hayron bo'lishadi. U juda ham ustki, ya'ni bunaqa mutaxassislik. To'g'ri, men o'zim lor bo'lib turib, aslida burun tomoq ko'rmaganman oxirgi 10 yilda. Faqat quloq va yanaki bizning ichki qulog'imiz yana bitta tizim bor, bu muvozanat tizim, vestibulyar, ya'ni bosh aylanish bilan shug'ullanadi bizning markazimiz va shu tufayli men nevrologlar bilan ko'proq o'rtoqman. Ya'ni bu juda ham bir qiziqarli. Qarangki, masalan, ko'p narsani men o'rganman, o'zimning ustozlari, masalan, Qozog'iston, Rossiyadan bo'lgan, nafaqat lor surdologlar, audiologlar, hatto surdopedagoglar. Masalan, Qozog'istondagi taniqli bitta surda reabilitolog bor, Janvaxo Oksana Anatolyevna. Ko'p narsani ulardan o'rganganman. Ya'ni oxirgi shu 10 yilda nafaqat lor, surdologiya tegishli kitoblar, ma'lumot, hatto mana shu psixologiya, psixoakustika, surdopedagogika, defektologiya kabi o'qiyman. Bu juda qiziqarli soha. O'zimni kasbimni juda yoqtiraman. Oxirgi mana shu 2-3 yilda o'sha bizning prezidentimiz tashabbuslari bilan ochilgan katta lor markaz, bu ilmiy markaz, bosh va bo'yin xirurgiya markazi. Va hozirgi kunda biz mana shu oxirgi yilda juda ko'p qihlar implantatsiya operatsiyalarini ham bajardik va O'rta Osiyo miqyosida bu yakka shunaqa bir markaz bor va eshitish va muvozanat laboratoriya bo'limi ham bor-da. Bu juda muhim, bizning katta yutug'imiz.
To'g'ri. Rahmat kattakon. Bo'lmasa savollardan boshlaymiz. Avvalo, aytsangiz, eshituv va nutq o'rtasida qanaqa bog'liqlik bor? Juda katta. Judayam bir katta nima deydi, do'stlash bog'lanishi bor. Hatto bilsangiz, men juda ko'p leksiyalar, ya'ni ma'ruza o'qiyman. Eshitish plus nutqlash ravno To'g'ri. do'stlash. Конечно. Eshitish bu birinchi signal tizim. Nutqlash bu ikkinchi signal tizim. Ya'ni birinchi signal tizim bormi? Bola eshitadimi? Ikkinchi signal tizimi ham ishga tushadi. Agar birinchi signal tizim yo'q, ikkinchi signal tizim ishlamaydi. Ya'ni men buni ota-onalarga doim misol keltirganda, svet yoqish uchun выключатель bo'lishi kerak. Ya'ni mana yoqamiz, yoqdik, ishladi, svet yondi. Agar bu выключатель yo'q, simlari yo'q, svet o'z-o'zidan yoqilmaydi. Ya'ni bu juda ham muhim. Ko'pchilik bu ma'lumotga, ya'ni bu yangilik deb bilishadi. Masalan, ota-onalarni albatta bunga ahamiyati yo'q, nutqlashi yo'q, birinchi bo'lib kimga borishadi? Logoped yoki nevrolog. Hech qachon lor vrachga murojaat qilishmaydi. Hech qachon men eshitmaganman, birinchi bo'lib mana siz assalomu alaykum, siz lor vrachmisiz, bolam gapirmaydi. To'g'ri, bu ya'ni logika bo'yicha yoki logopedga borishadi yoki nevropatolog yoki ja bo'lmasa pediatrga. To'g'ri. Aslida buni bog'lanishi, ya'ni bir-biriga mana shu ahamiyati bir-biriga judayam katta. Birinchi o'zi audiologdan boshlash kerak deyman. Men misol bolaga autizm tashxisi qo'yilyapti. Birinchi audiolog ko'rish tekshirish kerak. Hammasini yig'ib pediatrga borish kerak. Pediatr keyin psixiatrga, keyin logopedga borish kerak deyman-da, defektolog. Nima uchun bola gapirishdan oldin eshitishi kerak? Bu kerak emasmi o'sha? Men doim aytaman, oldin eshitishni o'rgatadi. Tabiiy. Masalan, chaqaloq tug'ildi. Chaqaloq tug'ildi, gapirib tug'ilmaydi, to'g'rimi? Kamida 1,5-2 yil kerak. Mana shunaqa miya bir gubkasimon, machalkasimon, gubkasimon hamma tovushlarni o'ziga miya yig'adi. Sekin-sekin nutq paydo bo'ladi. Nutq qilib uni reaksiya qildirib bildiradi. O'shaning uchun doim urg'u beramizki, masalan, ota-onalarga ham tushuntiraman, nutqlash o'zi bu juda ham murakkab, qiyin jarayon. Agar nutqlash shunchalik yengil bo'lganda, chaqaloq gapirib tug'ilardi. Ya'ni, masalan, yana qaysi xato bo'ladi? Masalan, defektolog logopedlarning orasida men doim aytaman. Birinchi, mana eshituv apparati taqildim yoki kohlear implantatsiya bo'ldim, eshitishi zaif bolaga yoki karlikka duch kelgan bolaga oldin eshitishi o'rgatiladi. Masalan, ko'p ota-onalar menga videolarni yuborishadi. Qarang, mana bolam shug'ullanyapti, uzoqdan. Surxondaryo, Qashqadaryo, Jizzax misolda. Qanday ko'ryapti darslarni. Qancha bo'ldi qulog'i operatsiya bo'lib, quloqchasi, o'sha sehrli quloqchasi yoqilganiga? 3 oy. Bolangiz necha yosh? 3 yosh. Siz uchun 3 yosh. Biz uchun bu 3 oylik chaqaloq. O'sha defektologingizga tushuntiring, balki ozgina xabari yo'q. Oldin bolaga eshitish o'rgatiladi. Hozirdan, masalan, siz tug'ilgansiz, 3 oylik chaqaloqqa harf o'rgatilmaydi. Sizga ham chaqaloqligingizda harf o'rgatilmagan. Ya'ni mana shunaqa o'yinchoqlarni, ovozli chiqazadigan o'yinchoqlarni ko'paytirish kerak, bolani miyasini, uni diqqatini jalb qilish kerak. Har xil tovushlar bilan. Tovushlar dunyosi bilan tanishtirish kerak bu bolachani. Keyin sekin-sekin, mana 1 yildan keyin sekin-sekin o'zi sekin so'z boyligi chiqadi, harflar, o'sha fonemalar chiqadi. Ya'ni bu juda ham muhim. Eshituvdagi hatto kichik muammo ham nutq rivojlanishiga ta'sir qila oladimi? Juda zo'r savol, rahmat shu savol uchun. Masalan, bolachalarni olib kelishadi, har xil. Karlik 4-daraja. Aytgancha bizda 4 daraja eshitish zaiflik bor va 5-chisi bu karlik. Aslida 4 daraja eshitish zaiflik va 4-darajadan keyin karlik. 4-daraja karlikda yengilroq, ya'ni umuman bolani hech qanaqa nutqi chiqmaydi. Bu yo'q degani eshitishi. Eshitmaydimi? Gapirmaydi. O'shaning uchun kar soqov degan gap bor. Aynan 1, 2, 3 daraja bu o'rta va yengil eshitish zaifligining darajasi. Bolalarda nutqi sekin-sekin rivojlanadi, kechroq, lekin rivojlanadi. Lekin bu bolalarni olib kelishadi juda kech. Asosan maktabga chiqishdan oldin 5-6 logopedlarni almashtirib bo'lishgan. Asosiy ularda
asosiy masalan keladi bolacha man aytaman yoki bitta she'r aytib ber yoki masalan gimnda madhiyani aytib ber. Ser quyosh xo'r o'lkam elga baxt najot. Bu bolalar gapiradi, lekin qanaqa qilib gapirishadi? Tel quyosh xo'r o'lkam elga baxt najot. Ya'ni S, Sh, Ch, F, Z, J degan fonemalar. Biz harf demaymiz, fonemalar yo'q. Bechora bolachalar yillab logopedlarga qatnashadi. Men o'zim aytaman, 1-2, 3 daraja eshitish zaiflik bu yolg'onchi eshitish zaiflik, ya'ni mana shunaqa bir kavarniy. Bola gapiradi, nutqi ham rivojlanadi, lekin mana shunaqa nuqsonli. O'shaning uchun mana shu savolingiz juda ham o'rinli va men doim aytaman, mutaxassislarga ham, ota-onalarga ham erinmasdan ko'rsataman, bizda nutq banani bor. Bola qanchalik eshitsa, shunchalik gapiradi. Bola qaysi nutq fonemasini eshitmasa, uni gapira olmaydi. Ya'ni bu bola bor o'rgan. Shunaqa qilib S, Sh, Ch, F lari chiqmagan. Ya'ni bu 2-3 darajada kuzatiladigan holat. Maktabga chiqdi. Qarangki, o'qituvchisi e'tiborlimi? Doskaga chiqib yozyapti-da, shu paytda o'qituvchi savol beryapti. Qaramaydi, eshitmaydi. Birinchi bo'lib o'qituvchisi aytadi: "Sizlar bir boraylarni ko'rsatinglar. Menimcha bu eshitmaydi, to'liq eshitmaydi, qanaqadir ozgina eshish zaifligi bor" deb e'tibor beradi. Maktab programmasi eshituvga asosan qurilgan. Albatta. Albatta. Yana qaysi belgi? Masalan, she'r yodlash. Eshitish zaif bolalarda eshituv xotirasi sustroq. Masalan, sog'lom bola, eshituv jihatdan sog'lom bola yarim soatda 4 ta gapdan iborat she'rni yodlab olsa, bular 1 kun, 2 kun yodlaydi. Bu ham bir belgi. Bunga ham e'tiborli bo'lish kerak. Demak, bolani tug'ishlarida muammo bo'lsa ham audiologga ko'rsatish kerak. ZPR, ZRR tashxislarida ham kerakmi audiolog? Qarang, xafa bo'lmaysiz, ZPR. Задержка психоречевого развития. ZPR o'zi aslida bu diagnoz emas. Ko'pchilik shunaqa xato qiladi. Men hatto nevrolog, pediatr, logoped bo'lmasa ham buni bilaman. Bizaga o'sha chet ellarda o'qib yurganda bunga katta ahamiyatga ega qilib urg'u berishardi. Ma'ruzachi o'sha professorlar, lektorlar. ZPR bu orqada qolish, nutqlash, orqada qolish, nutqi orqada qolish rivojlanishi. Masalan, Down bolalarda ZPR. Autist bolalarda ZPR, alaliyada ZPR va hokazo. Aql zaif bolada ham ZPR, bizda eshitish zaif bolada ham ZPR. Bu patologik holat va uni sababini topish kerak. Diagnoz qaysidir? Masalan, eshitish zaiflik 3-daraja ZPR. Da. Autizm bu ZPR'ning sababchisi. Masalan, Down sindromi yoki Asperger sindromi bu ZPR'ning belgisi. Va siz to'g'ri aytdingiz. Xalqaro standart. Barcha bolalar ZPR patologik holati bilan birinchi bo'lib eshituv pasportini talab qilish kerak. Ya'ni birinchi bo'lib bartaraf qilinadigan narsa bu eshitish zaiflik. 10 ta boladan kamida 2 ta, 3 ta, 3 ta, 4 ta bolada eshitish zaiflik bo'lishi mumkin. Agar eshitish darajasi, eshitish faoliyati norma darajada chiqsa, bu degani ish boshqacha ketadi. Ya'ni bu yerda aniqlash kerak, yoki bu autizm bola, yoki RAS, расстройство аутистического спектра, yoki qanaqadir boshqa bir markaziy. Ya'ni ZPR'ni birlamchisi bo'ladi, ikkilamchisi. Bizaniki ikkilamchi, eshitmaydi, o'shaning uchun gapirmaydi, eshitmaydi, o'shaning uchun ZPR. Birlamchi bu aslida markaziy qanaqadir sabablar. To'g'ri. Shunaqa, men o'zi turkiyalik bir ustozda o'qiganimda ular ham aytadilar, biz logopedlar birinchi o'sha eshituv pasporti bilan qabul qilamiz. Biz ham o'sha bizga endi sekin bu kelyapti. Mana oxirgi 5-6 yilda faqat defektolog logopedlarga, faqat bolalar nevrologlarga ma'ruza o'qiraman, seminar, mana mahorat darslarini o'tkazaman. Yaqinda mana shu Didimanda nevrolog logopedlar bilan birgalikda hammamiz qildik. Sohalar aro seminar bo'ldi. 70 ta 80 taga joy mo'ljal qilingan. 100 ta odam keldi. Men juda xursand bo'ldim. Albatta bu juda muhim bilim. Ya'ni ko'pchilik kelib qiziqish bildirganiga juda xursand bo'ldik biz ham. Hamkorlik bo'lsa rivojlanish bo'ladi. Albatta. Ko'pchilik ota-onalar bolam chaqirsam qaraydi, demak eshituvi yaxshi deb o'ylashadi. Bu qanchalik to'g'ri? Chaqirsa qaraydi. Voy, bu katta muammo. Bilasizmi, har kuni keladi shunaqa ota-onalar. Yana bunga qo'shiladi qaysidir vrachlar, mutaxassislar. Masalan, mana muzikaga qaryapti-ku, oldimda muzikaga qaryapti, samolyot uchyapti, qaryapti. Adamiz keldilar, katta mashinalarini bibillatdilar, qaryapti. Xo'roz qichqirganiga yugurib boradi. Mana yaqinda ham bitta keldi, oliy ma'lumotli. Xo'p, siz qanaqa tekshirdingiz? Mana qarang.
ketadi, oyog'ini to'pillaydi. Ya ko'ring, aha, все, aha, xo'p, yana qanaqa? Anton deb baqiryapti-da, qaraydi. Men aytamanki, masalan, eng asosiy tovushlarni biza ikkita katta klassga, ikkita katta sinfga bo'lamiz. Bu nonutqiy va nutqiy. Masalan, mana shu yoki mana shu sizni oldingizda aytaylik, mana shunaqa baland tovushlar, masalan, mashina bibilagani. Bu hammasi nonutqiy tovushlar. Hatto karlar ham eshitadi. Doira, bizning o'zbekcha doiramiz menga belgi. Ya'ni taqillatsa, hatto aytmoqman, qo'lda qazgina eshitish bormi, qaraydi. Lekin nutqlash uchun, gapirish uchun nutqiy tovushlarni eshitish kerak. O'sha men oldin aytganimdek, nutqi banani, ya'ni men aytaman, bu belgi emas. Hatto mana vrachlar mana qara, mana eshityapti, ko'rdingiz? Bu biz 21-asrda yashaymiz. Kompyuter, hamma yo'q kompyuter hozir, sun'iy intellekt. Ya'ni bunaqa chapay chalishlar bilan, qanaqadir shteylar bilan yoki barmoqlarni anaqa qirsilatish bilan tekshirilmaydi. Bu kulgili. Albatta bu noto'g'ri. Yana oddiy ko'z bilan ham tekshirilmaydi. Ha. Bu albatta bu juda ham katta xato. Hech qaysi mutaxassis ham, ota-ona ham bunaqa tekshiruv o'tkazish kerak emas. O'shaning uchun masalan, meni markazimda, Maestro Sluha markazimizda bizda yo'lga qo'yilgan aynan kichkina bolalarda. Kichkina bolalarda eshitish faoliyatini tekshirish juda qiyin. Miya, eshituv to'lqinlarni tutishimiz kerak. Qolgan miya to'lqinli uxlash kerak. O'shaning uchun tabiiy uyquda tekshirishga harakat qilamiz. Ja bo'lmasa premedikatsiya qilib, yengil o'sha medikamentoz uyquni berib ham tekshirsa bo'ladi. Kichkina bolalarda qiyin. Masalan, sizni tekshirmoqchi bo'lsam, naushnik kiydiraman, knopka berib qo'yaman, siz tovushni berganimda tovush anaqasiga reaksiya qilib bildirib knopkaga bosasiz. Lekin kichkina bolalarda bunaqa tekshirish mumkin emas. Biladi. Bu yog'iga tekshira olasizlar shuni. Bu juda individual. Masalan, 5 yasharli bolani olib keladi, oldin tekshiramiz. Qani mana hayvonlarni yoki mevalarni etib bergan qarasak, etyapti. Ya'ni qaysidir yengil formasi. Masalan, nutq bog'langan nutqi bor, so'z boyligi bor, lekin shivirlab gapirganda eshitmayapti. Normada 6 metrda shivirlashni eshitish kerak, kichkina ham, katta ham. Unda UDR audimetriya deymiz, ya'ni shartli harakatli audimetriya bolalar, ya'ni o'yinli audimetriya bor, shunaqa o'tkazish mumkin. Agar bola umuman hech qanaqa reaksiyasi yo'q, nutqi yo'q, hech narsani tushunmaydi, ya'ni o'sha ZPRR belgilari, unda albatta uxlatib tekshiriladi. Quloqdagi surunkali shamollashlar va otitlar eshituvni pasayishiga olib keladimi? Albatta. Ya'ni masalan, nog'ora parda yallig'landi, yirtildi, yiring oqdi. Yoki aytaylik, nog'ora pardani orqasida suv yig'ildi, eksudativ otit. Ya'ni bu holatlar albatta eshitish zaiflikka olib keladi va bu konduktiv eshitish zaiflik deyiladi. Ingliz tilidan kontakt degani o'tkazish. Bu bartaraf bo'ladigan narsasi bu davolanish. Davolaymiz, o'tib ketadi, nog'ora pardasini yamasa bo'ladi. Suv yig'ilgan bo'lsa, shuni terinish, o'rta quloq shuni terinish usuli bor. Mikroxirurgik muolajasi qilinadi, suv chiqib ketadi, eshitib ketadi. Lekin aslida otit bu juda ko'p uchraydigan holat. Mana hozir masalan yoz keldi, hamma basseynga cho'milishni boshlaydi. Burun, quloq bir-biri bilan bog'langan, har ikkinchi bola otitga uchraydi. Lekin bola hammasi gapiradi. Ya'ni o'zi umuman yallig'lanish hisobidan kelib chiqqan eshitish zaiflik, konduktiv eshitish zaiflik birinchi, ikkinchi maksimum bo'lishi mumkin. Kimdirda o'z-o'zidan o'tib ketadi, kimdir burniga tomizadi, eshituv ochiladi, quloqdagi o'sha tomchilar bilan ketadi. Lekin mana shu eshitish zaiflik, ya'ni neurosensor va bu eshitish zaiflik, neurosensor eshitish zaiflik nutqga ahamiyati bormi? Nutqi nuqsoniy yoki nutqi yo'q, uni aslida davosi yo'q. Umuman sensionevral eshitish zaifligini davosi yo'q. Men bunga alohida video reportaj qilib olganman, hammalarga tarqataman. Chunki kimdir davolashga harakat qiladi. Ukol ham qilishadi, tabibga ham olib borishadi, imom masjidga ham olib borishadi, nima ham qilishmaydi. Fizioterapiya, toklar va hokazo. Yo'q narsani davolab bo'lmaydi. Biz tekshiruv qilamiz, mana shu kompleks kompyuterni audimetriya bolaga. Hamma 4 ta sinama, audiologik sinama ko'rsatadi. Qaysidir foiz eshituv hujayralari yo'q. Faolligi yo'q. Yo'q narsani davolab bo'lmaydi.
Faqat bitta so'z ishlatamiz. Elektroakustik protezlash, protez so'zidan. Ko'z ko'rmasa ochki protez, bu ko'rish protezi. Oyoq bo'lmasa oyoq protezi, tish bo'lmasa tish protezi. Tishga ukol qilsangiz tish o'sib chiqmaydi. To'g'ri. Ya'ni bu mana shu konduktiv eshitish zaifligi bilan sensornevral eshitish zaifligini mana shu asosiy bir farqi. Nutq kechikayotgan har bir bola audiolog ko'rikdan o'tishi kerakmi? Qaysi barcha mutaxassisga murojaat qildim, ota-ona birinchi bo'lib o'sha mutaxassis savodli, xabari bor bo'lib, savodli, o'zini ishini biladigan bo'lsa, birinchi bo'lib aytadiki, menga oldin eshituv pasporti olib keling. Bu xalqaro standart. Eshituv pasport olib kelindi, yoki norma yoki eshitish zaifligi, o'shanga qarab ish yuritiladi deb. Demak, qaysi yoshda eshituvni tekshirish eng muhim hisoblanadi? Aslida xalqaro, ya'ni xalqaro standart, mana shu Yevropa, Amerikada bir necha yildan beri, 40-50 yildan beri tug'ildimi chaqaloq tekshiruvdan o'tadi. Ya'ni u eshituv skriningi. Chaqaloqlar eshituv skriningi deyiladi. Bu birinchi bosqich. Tug'ilgandaroq bilish mumkin, eshitish zaifligi bormi, yo'qmi? Chunki 50% eshitish zaifligining sababi bu tug'ma, irsiy. O'shaning uchun buni oldini olish maqsadida. Nimaga? Chunki bolada eshitib talaffuz qilish, o'sha ikkinchi signal tizimi 1 yoshdan 3 yoshgacha rivojlanadi. 3 yoshdan 5 yoshgacha bu tizim susayadi. O'shaning uchun masalan bizda koklear implantatsiya ham davlat dasturi, ya'ni o'sha $20,000 implantni davlat qilib beradi aynan 5 yoshgacha. 5 yoshdan keyin ota-ona o'zini hisobidan qilishga harakat qiladi. Shuni ertani qilasiz. Kutish kerak emas. Shu. Shubha tug'ildimi? Borish kerak. Albatta. Ko'pchilik ota-onalarni tekshirayotgan, ota-ona aytadi, bolani tekshirayotganimizda chaqaloqligida o'sha skrining testidan o'tgan, hammasi yaxshi chiqqan deyshadi. Shuni o'zi yetarlimi? Eshituvni tekshirishga yetarli bo'ladimi? Mana ota-onaga aytamiz, audiogramma qildiringlar desam, chaqaloqligida raddomda tekshirishgan, skriningda hammasi yaxshi chiqqan. Yetadi shu deyshadi, qog'ozni olib kelaman deyshadi. Bu gapingizda ham, bu savolingizda ham jon bor. Men tushuntiraman nimaga. Mana qarang. Tug'ildi, balkim rostdan ham hammasi yaxshi bo'lgan. Tug'ildi, skriningdan o'tdi. O'zi skrining bu hech qaysi eshitish zaifligini darajasini bildirmaydi. Ya'ni eshitish bor, eshitish yo'q. 2 minut betdi, 2 minut, eshitish bor, eshitish yo'q. Shuni aniqlab beradigan narsa. Minus, ya'ni yo'q deb bersa, keyingi bosqich bu kompleks o'sha kompyuter audiometriya tekshiruvi. Lekin siz to'g'ri savol berdingiz. Masalan, sizga bu bolani 3 yoshda olib kelishdi. 3 yoshda olib kelishdi, hali ham nutqi rivojlangani yo'q. Balkim raddomda o'tgan skriningga hammasi natijasi yaxshi bo'lgan, lekin 1,5 yoki 2 yoshida ichi ketib, infeksion bolnitsasiga tushgan. Bizada VOZ standartiga kiritiladi. Masalan, gentamicin qilishadi bolani hayotini qutqarish uchun. Yoki o'pkasi shamolladi, pnevmoniya bo'ldi. Gentamicin, merkatsin, nitromitsin va hokazo o'ta toksik antibiotiklar bor. Bolani hayotini qutqarish niyatida pediatr neonatologlar qiladi. Lekin 10 ta chaqaloqdan yoki 10 ta bolaga qilinsa, 4 ta 5 tasida eshitish zaiflik berishi mumkin. O'shaning uchun to'g'ri. 3 yoshda olib keladimi, 5 yoshda olib keladimi, hatto sizga 9 oyligida olib kelsin yoki 1 yoshda olib kelsin, sizning haqqingiz bor o'sha ota-onadan audiologik tekshiruv yoki eshituv pasportini talab qilish. Nutqi chiqmayotgan bolani tekshirishda qaysi audiometrik testlar muhim ahamiyatga ega? O'zi ko'p. Juda ko'p test, audiologik test sinamalar, masalan, o'rta quloq sinamalari faolligi, masalan, timpanometriya, akustik reflekslari, ichki quloq, eshituv hujayralari faolligi, umumiy, keyin uyqudagi tekshiruv KSFP deymiz. Lekin men doim aytaman, masalan, mana shu anatomiyani olsak, bu telefon trubka, bu telefon simlari, telefon simlaridan keyin bizda asosiy ATS. Ko'pchilik ATS nimaligini bilmaydi, chunki hamma uyali telefonlarni ishlatadi, lekin siz bilasiz ATS nimaligini. Ya'ni miya bizda eng bosh bir, eng asosiy a'zo, ya'ni aslida miya analiz qiladi. Nima gapirildi, qanaqa musiqa chalindi va hokazo. Mani markazimda men qoida qilib qo'yganman, katta bo'ladimi, kichik bo'ladimi, hamma tekshiruvlar bajariladi. Telefon trubkadan ATSgacha. O'shaning uchun barcha bemorlar, o'sha bolachalar bo'ladimi, kattalar faqat ro'yxat bilan kamida bitta bolaga 1 soatlik vaqt ketadi bitta tekshiruviga. Kamida 4tasini tekshirishgami yo bittasigami? Yo'q, hamma kompleks deymiz. Kompleks tekshirishga. Telefon trubkadan
shu miyagacha o'rta quloq, ichki quloq, umumiy bolani reaksiyasi, ya'ni surdopedagog, defektolog ham mani markazimda tekshiradi bolaga tegishli bo'lsa. Bu juda muhim. Kimdir aytadiki, yo bolani eshitishi, gapirishi yaxshi, biz o'sha gumon qilamiz, nog'ora pardasida yallig'lanish bor. Unda timpanometriya, akustik refleksni ham tekshirishimiz mumkin. Ya'ni bu ikkita tekshiruv bizaga norma holatini emas, ya'ni patologiyani ko'rsatsa, unda to'liq audiometrik tekshiruv ham bajaramiz keyinchalik. Tushunarli. Misol uchun qarang, audiologga sirazi yuborishimiz kerakmi yo birinchi lorga borib ko'rsatib, quloq, burun hammasini kompyuterda ko'rish kerak, keyin audiologga borish kerak? Yo'q, oldin biz audiologlar ko'ramiz. O'sha qaysidir telefon simlarida o'zgarish bor. Masalan, karlik bo'lsa, bu karlik bo'ldi. Bu karlik apparat taqib koklear implantatsiya operatsiyasiga tayyorgarlik ko'rish kerak. Masalan, biz aniqladik konduktiv eshitish zaiflik. Ya'ni qaraymiz, yoki bu nog'ora parda yirtilgan yoki o'sha o'rta quloqda suv yig'ilgan, unda biz o'zimiz lor vrachga yuboramiz. Ya'ni bu yerda burunni ko'rgan adenoidini hal qilish kerak yoki operatsiya qilish, o'rta quloqida masalan o'sha suv yig'ilib qolgan bo'lsa, uni bo'shatish uchun shuntirovание degani muolaja bor. Tushunarli. Eshituv muammosi bor bola, autizm bola va nutqni rivojlanishi kechikayotgan bola nimasi bilan bir-biriga o'xshaydi, nimasi bilan farqlanadi? Aslida bu amaliy. Masalan, yaqinda mana shu 2 hafta oldin 4,5 yasharli bolachani olib kelishdi. To'g'ri, barcha tovushlarga qaraydi, hatto ismiga ham qaraydi. Lekin deyarli nutqlashi yo'q. Va giperfaollik sindromi, ya'ni bitta joyda o'tira olmaydi, yoqqa sakraveradi. Bir marta noto'g'ri diagnoz qo'yishdi, autizm deb qo'yishdi va o'sha korreksion pedagogik markazda autist deb olib boryapti. 5-6 defektolog logoped aytdiki, yo'q, bola autizmga o'xshamaydi, kontakti bor, autizm o'zini boshqa belgilari bor, misol. Ya'ni masalan, nonutqiy tovushlarga qaraydi, aynan ismiga qaramaydi. Bir borib eshitishni tekshirish kerak. Biz tekshiryapmiz 3-daraja. Mana 3 yildan beri autizm deb qo'yilib. O'shaning uchun ham mana shoshilish kerak emas. Nevropatolog bo'ladimi, masalan, logoped defektolog bo'ladimi, avvalambor birinchi o'rinda, ya'ni bu xalqaro standart. Men o'ylab topmaganman, kimdir boshqa. Bu bizdan oldin 30-40 yil oldin buni Yevropa, ya'ni o'sha assotsiatsiyasi bor, Amerika assotsiatsiyasi bor va ularning tavsiyasi bo'yicha xalqaro standart eshituv pasporti tekshirish kerak. Birinchi bo'lib eshitish zaifligini bartaraf qilish kerak. Eshitish norma chiqdimi, biz o'zimiz logopedga yoki nevrologga yuboramiz. Bo'ldi, bizada muammo yo'q. Eshitish faoliyati norma. Sizlar bu yog'iga o'sha korreksion pedagogik markazda logoped defektolog, nevropatolog bilan birgalikda bolani davolash reabilitatsiyasida o'tkazishingiz kerak, albatta. O'zim ham shaxsan tajribada ko'rganman. Autizmni lecheniya olib, korreksion ish olib yuraverishgan. Keyin maktabga chiqadigan yili bitta eshituvni tekshirtiraylik desa 4-stepen chiqqan. Ana, bunaqa juda ko'p. Surda maktabga ketgan bola. Va buni nabarot aytaylik. Bir necha internatlarga biz borganmiz, shu Zamin fondidan bir tekshiruvlarga apparatlar qo'yib norma eshitishi, lekin eshitish zaiflarni internatida yuribdi. Bunaqasi ham bo'ladi. Nimaga unaqa qo'yishgan? Chunki bola gapirmaydi. Aql zaiflik yoki masalan autizm ko'p bo'ladi, lekin mutizm degan diagnoz bor. Misol. Unaqa juda ko'p misollar. O'shaning uchun men doim aytaman, bolani to'g'ri reabilitatsiyasini o'tkazish uchun albatta o'sha 3 ta asosiy mutaxassis ishtirok etishi kerak. Nevrolog, logoped va audiolog, surdolog. Albatta. O'shanda to'g'ri diagnoz bo'ladi va bu bolaga, oilasiga kamroq biz ziyon keltiramiz, albatta. To'g'ri korreksiya bo'ladi. Demak, ota-onalar qanday belgilarga e'tibor berishlari kerak? Qaysi holatda o'zi o'tib ketadi, kutamiz deb yondashuv qilishligi mumkin? Ota-onalar shunaqa kelishadi. Masalan, kelinlar kelishadi. Voy, nimaga 4 yoshda qizingizni olib kelyapsiz, gapirmaydi. Voy, qaynonam yetdi. Adasi ham kechroq gapirgan. Voy. Bunchalik kechmasdir. Ya'ni nutq rivojlanishi bosqichlari har bitta yosh qadar o'zini normasi bor. To'g'ri, masalan, chaqaloq tug'ildi, 1 yasharli bola hali gapirmaydi. Lekin, masalan, 1 yosh yurib ketyapti, ko'chada yetaklab, u bilan aylanib yurganingizda nima deydi? Miyav-miyav, gav-gav, koko, ya'ni o'sha idroq qilish, tushunchasi bo'ladi. Bir bo'g'imli so'zlar boshlanadi. Ber, ol, ma, masalan.
2 yoshda so'z boyligi bor. Suv, non, oyi, ada, ketdik, qush, o'ynayman, misol. Sekin oldin 1 bo'g'imli, keyin 2 bo'g'imli, keyin 3 bo'g'imli. Lekin 4 yasharli men aytaman. Ota-onalar ham juda har xil bo'ladi. Gapiradimi bolangiz? Ha, qani gapirsinchi. Gapir qizim. Bobo. Ada. Shunaqa qilib bo'lib nechta so'z boyligi? 5 ta 6 ta gapiradi. Birinchidan bu gap emas. Ko'pchilik adashtiradi. So'z bor. Bog'langan nutq bor. 4 yasharli qiz nima deyish kerak? Ada anetga borib magazinga menga shokoladni morojniy olib bering deyish kerak. Shuni gapiradimi adasi? Yo'q. Bo'ldi, gap yo'q. 4 ta 5 ta so'zni bilish, 4 ta 5 ta so'z boyligi 4 yasharli qiz uchun bu juda ham kam. Ya'ni o'sha adabiyotda ham bor. Necha yoshda nechta so'z boyligi va hokazo o'sha normasi bor. Normadan kech qolyaptimi, tezkor olib borish kerak. 3 yoshgacha kutish kerak emas. Qiz bolalar ertaroq 1,5-2 yoshda уже bidi bo'lib ketadi. O'g'il bolalar to'g'ri, ozgina kechroq 2 yoshdan keyin bog'langan nutqi chiqadi. Lekin 4 yoshgacha kutish kerak emas. Bu juda kech. Ya'ni o'sha signal tizimi 3 yoshgacha men aytdim. 3 yoshdan 5 yoshgacha bu tizim susayadi, ya'ni miya uxlashni boshlaydi. O'shaning uchun mana 3 yoshdan keyin operatsiya qildirish, 3 yoshdan keyin apparat qo'yadigan bolalarda ham gapirtirish jarayoni, reabilitatsiya jarayoni juda qiyin. Gapirtirish juda qiyin ularni. Bitta anaqadan vodiydan bitta oyisi qizlarni olib kelgandilar-da, tekshirganmiz. O'qiganlar o'zlari kurslarimda ustoz rosa defektologlarga bedlarga olib bormanman deydi, audiologga olib bormanman. Ikkinchi qizlarida ham nutq kechikkan, autizmga shubha qilishgan va uni ham eshituv testini tushirtirib keling deyishganda, ikkalasini tushirtirib ko'ra qolay, birinchi sinfga chiqyapti qizda. Bitta buni ham tekshirtiray deb tekshirtirsalar, u ham ikkinchimiz tepen chiqqanda apparat taquvdik, qizimning ko'zlari yonib ketdi. Bunaqa vaziyatlar, bunaqa amaliyotda juda ko'p. Mana 1-2 yil bo'lgandir. 4 yasharli qizini olib kelgan, gapirmaydi deb. Xo'p, o'zi ham endi yaqinda raddomdan chiqqan ekan, 5-6 chaqaloqli qo'lida va bizani tezroq navbatsiz, очередьsiz tezroq qabul qiling. Xo'p, bolangiz uxlasa tezroq tekshiruv bo'ladi. Bu katta qizini o'ynating, charchating, uxlatasiz deb gapirayotganimda bu gapirmaydi. Endi biz tekshiramiz. Sekin chaqiramiz, qaramaydi. Bu necha oylik bo'ldi? 6-7 oylik, ha. Meni bitta odatim bor-da, ya'ni to'satdan deb baqiraman-da. Hamma ota-onasi cho'chdi-da, bola uxlab yotibdi. Bilasizmi dedim. Uyg'ongani ham yo'q. Bilasizmi, meni qichqirug'im, baqirug'im 85 desibel. 90 desibel reaktivniy samolyot. Bolangiz qarang, jim uxlab yotibdi. Buni uxlab yotibdi, tez olib kiring. Tekshiramiz oldin bu chaqaloqni. Bechora ota-ona endi albatta men masalan o'zim yoqtirmayman, birinchi bo'lib aytish. San ikkita bolang ham kar eshitmaydi deb. Er-xotin qarindosh. Birinchi sabab. 4 yasharli qizini kech olib kelgan, gapirmaydi. Chaqaloq tug'ilgan, bu ham ikkinchisi qizaloq, u ham eshitmaydi. Umuman eshitmaydi. Umuman eshitmaydi. Karlik, ikkalasida ham karlik chiqqan. Bu 4 yasharli, bilasizmi, eshitish zaif bolalar quloqning o'rniga ko'zi ishlashni boshlaydi. O'shaning uchun men e'tibor bergan bo'lsangiz, men doim yopadigan baroq bilan yopib tekshiraman. Ko'zi quloqning o'rniga. Ko'z bilan ko'rib 5 ta 10 ta so'zlarni gapirishni boshlagan, shu yuraverishgan, mana sekin nutqi chiqyapti uyda. Bilasiz, shunaqa degandi-da, qizim bechora qizim og'izdan o'qib yurgan ekan deb. Shunaqa qilib ikkalasini ham keyin koklear implantatsiya qilishgan. Shu. Yaxshi vaqtida bilib qolingan. Qancha erta aniqlansa, shuncha samarali-ku nutq chiqishi uchun. Shu adasini jahli chiqdi, va shunaqa baqirasizmi, odamni cho'chitib yagurib, qarang, bu qanaqa baqirug'im. Samarali. O'sha to'satdan qilaman. Bu albatta bu ham bir metodika. Bir metodika, ha. Ya'ni men doim aytaman, eshitish bu hissa tuyg'u. Oldin biza bola keldi, mana shunaqa o'yinchi olamdan tekshiramiz, sekin ismini chaqiraman. Masalan, pa deb baqirganimda qaramaydimi, taxmini bu karlik. Agar pa deb baqirsam, sekingina mana qilib bola mana qilib qarab anaqa meni qidirsa, taxmini 4-daraja. Mana shunaqa. Biz oldin institutda o'qiyotganimizda ustozlarimiz aytishardi, bolani ko'ziga qarab, aqli qanaqaligini aytib beraman deyishardi. Siz ham shunaqa bo'lib ketgansiz. Shunaqa. Nutqi kechikayotgan bolalar bilan ishlaydigan logoped, defektolog, nevrolog va audiolog hamkorligi qanchalik muhim? 100% muhim.
100% muhim. O'sha man boshida sizga aytdim, hozirgi kunda eng ko'p aloqa qiladigan siz kabi mana shunaqa defektolog, logopedlar, mana siz 2 yil oldin markazimga kelgansiz, tanishganmiz. Mani ham hamma logoped, defektolog, surdopedagoglar biladi. Men ham hatto Nukus, Tojikiston, Qirg'izistonda ham bilaman. Ya'ni bu kasbiy, men doim aytaman, ozgina odam gumon qilish kerak. Hammasini bilaman, men o'zimga ishonaman, uverенный, bu yaxshi mutaxassis emas. To'g'ri, masalan, menga ham bolani olib kelishadi, men o'sha qilib tekshiraman, ota-onasi nima eshitdim, bilmayman. Men bilmayman. Uxlaydi, men sizga aniq aytaman. Keyin men doim aytaman, zahd qilmasdan biz to'y qilmaymiz. Oldin tekshiruv, keyin xulosa. Oldin tekshiruv, keyin reabilitatsiya jarayonini aniqlik kiritamiz deb. Shuning uchun bu juda muhim. O'sha aytganimdek, men o'zim kutmagan edim shunchalik samarali bo'lishi. Mana shu Didiman mehmonxonasida oxirgi marta o'tkazgan seminarimiz. Ya'ni qarang, Maktub Kamalni yetakchi bir bolalar nevrologi bor, Nargizaxon shuni bir chiroyli nom beraylik dedilar. Ular ham juda fantaziyaga boy bizning hamkasbim. Maktub Kamal nima deb nom qo'yamiz desa, mana qarang, ZPRR. Miya gapirmaydimi yoki quloq eshitmaydimi? Yo'g'ri, zo'r. Rus tilida ham o'zbek tilida ham juda ajoyib. O'sha nomlam bu seminarni anons qilib, e'lon qilib berdikda, bir 100 tacha odam keldi, qarang. Shu yerda o'zidan ham ma'lum hamkorlik bor. Juda muhim. Qaxlar implant va eshituv analizatorini nimadan farqlash? Moslama. Eshituv apparat bor. Qachon key taqiladi, qachon eshituv moslamasi? Bu ham juda yaxshi savol. Ya'ni men o'sha aytganimdek, biz eshitish zaifligiga faqat bitta so'z ishlatamiz, protezlash. Tushuntirib berdim, nimaga protez, lekin aslida farqi juda katta. Masalan, eshituv apparat. Bilasizmi nima bu? Mana xonandalar ashula aytishadi-yu, mikrofon bilan konsertlarda. Bu ham xuddi shunaqa narsa, faqat juda kichkina quloqga taqiladi va kompyuter orqali sozlanadi. Ya'ni bu usilitel, ya'ni kuchaytiruvchi. Birinchi, ikkinchi, uchinchi darajada eshituv apparat tavsiya beramiz, chunki qoldiq eshitishi bor. O'sha yetishmovchiligini balans qilib, to'g'rilab berib, kelayotgan tashqaridan mana shu telefon trubkaga, quloqiga kelayotgan tovushlarni kuchaytirib yetkazadi miyagacha. Lekin karlik, 4-daraja karlik bu to'g'rimi-to'g'ri ko'rsatma qaxlar implantga. Ya'ni qaxlar implant bu aslida bu kuchaytiruvchi emas. O'sha eshituv hujayralari ishlamaydi-yu. Eshituv hujayralarini sehrli quloq. To'ppa-to'g'ri. Shuning uchun sehrli quloq deganman, lekin bu olimlarga tan berish kerak. Bu hozirgi kunda bu yakka bitta chora. Ya'ni o'sha chig'anoqda bizda eshituv hujayralari yo'q. Sun'iy eshituv hujayralarni otoxirurg mikroskop ostida qo'yadi. Mana ko'rdingiz, mana shunaqa 2,5 aylanma bu implant. Implant va implantga o'tkazib beradigan tovush bu nutq protsessor. O'sha mana shu sehrli quloqcha. Ya'ni bu kuchaytiruvchi emas, bu transformator. Bu quloq qilasiz. Sun'iy quloq mexanik to'lqinni elektr to'lqinga aylantirib miyagacha olib boradi. O'shaning uchun masalan usilitel, ya'ni kuchaytiruvchi usilitel bilan transformator narxi ham har xil. Bu 10 barobar qimmat eshituv apparatdan. Bu innovatsion texnologiya, nanotexnologiya. Va albatta ko'pchilik mana shu siz to'g'ri savol berdingiz, ota-onalar, voy mana shu tekshirdingiz, mana bola balkim eshituv apparatida gapirib ketadi, yo'q. Ishonmang. Eng qimmat eshituv apparatini olib bering, masalan, karlikda to'g'rimi-to'g'ri ko'rsatma bu qaxlar implantatsiya. 4-darajada ehtimoli bor, agar qoldiq eshitishi deyarli bo'lsa, yaxshi, sifatli, ko'p kanalli, ko'p dasturlarga ega, sifatli apparat taqilsa va 3 yoshgacha bola apparatda ham gapirib ketishi mumkin. O'zi aslida 4-daraja karlikda eshituv apparat taqiladi operatsiyadan oldin qoida bo'yicha nima maqsadda? Kuzatiladi. 3-6 oy. Bola eshituv apparatida gapirib ketsa, значит, operatsiya kerak emas. Eshituv apparati samarasizligi, umuman so'z chiqmasligi bu qaxlar implantatsiyaga ko'rsatma. Bu eng katta buyuk olimlarning kitobida yozilgan. O'shaning uchun karlikda eshituv apparat taqib gapirishi, nutqlashi, so'z boyligi ko'payishini kutmasa ham bo'ladi. Agar so'z boyligi chiqdimi, bog'langan nutqi bilan gapirib ketdimi, aynan o'sha operatsiyaga ko'rsatma emas, operatsiyaga muhtojlik emas. Ya'ni eshituv apparat deyarli yetarli. O'shaning uchun men ota-onalarga doim aytaman, mutaxassislarga ham tushuntiraman. 1-, 2-, 3-daraja bu eshituv apparati. 4-daraja va karlik bu уже
operatsiya. Birda ham taqiladimi? Birinchi darajada ham taqiladi. Boshida ota-onalar voy yo'q bo'ldi eshityapti, nutqlashi ham yaxshimi? To'g'ri. Bolada bog'chaga boradi, lekin mana o'qishga borishi boshlaydi. Ishlashi boshlaydimi? Albatta birinchi daraja. Masalan, chet elda so'ramasdan ham taqishadi. Chunki chet elda eshituv protezlash bu davlat dasturi, barchaga beriladi bepul. Chunki davlat uchun juda muhim bu bemor, ya'ni bu inson eshitishi 100% bo'lishi kerak. Jamiyatga uni foydasi tegishi kerak. Masalan, to'liq eshitmasa, to'liq o'zini faoliyatini ham bajara olmaydi. Ya'ni endi mana shu hayot sifati eng muhim. To'g'ri. O'zini o'zi evlasin, jamiyatga foydali inson bo'lsin deb kichkinalikdan harakat qilishadi. Keyin bir eshitgandim, mana shu sun'iy quloqqa, ya'ni sehrli quloqqa autizm bolalar bilan aqli zaif bolalarga taqishmaydi. Bizda O'zbekistonda qihlar implantatsiya bo'yicha Norma.uz saytida nizom bor, tasdiqlangan holda rasmiy ravishda. Ya'ni o'sha qihlar implantatsiyaga qarshilik emas, ya'ni uni reabilitatsiyasi jarayoni juda qiyin o'tishi hisobiga, masalan, Down bolalarga, autizm bolalarga yoki masalan tutqanoq sudraga beradigan bolalarga davlat dasturidan qilinmaydi. Ya'ni bepul qilinmaydi. Masalan, qilishadi, autizm bolalar ham o'zini hisobidan ham qilishadi. Ota-onalar Down bolalarga ham qilgan vaziyatlar bor, lekin o'zini hisobidan. Chunki ularni reabilitatsiya jarayoni juda qiyin. Juda qiyin. Faqat bu yerda eshitish zaifligi emas, qaysidir markaziy qo'shimcha ham bor, ya'ni komorbid holat deymiz. Ular reabilitatsiyani ancha qiyin jarayon deb muammolar bo'lgan. O'shani hisobiga. Keyin ko'pincha olib tashlaydi ham ku bolalar. Ya'ni masalan autizm bolalar o'zingiz bilasiz, defektologsiz bu juda qiyin. Bolalar masalan Down bolalar ham, lekin masalan meni amaliyotimda bor. Juda yaxshi bolachalar bor, Down sindromi ham qilingan, ya'ni plus yana eshitish zaifligi, karligi bor. Juda yaxshi. Reabilitatsiyasi ham yaxshi. Nutqi chiqmayotgan 2-3 yoshli bolani ota-onasi hozir siz eshitayotgan bo'lsa, birinchi navbatda qanaqa muhim tavsiyani berarsiz? Juda ko'p tavsiya berdim. Juda ko'p tavsiya berdim rostdan ham. Faqat shuni aytdim o'zim. Faqat shuni aytdim, e'tiborli bo'lish, vaqtini o'tkazmaslik. Voy adasi kechroq gapirgan, buvisini tili tezroq kech chiqqan degan so'z. Endi bizda o'ziga yarasha antishalik bor. Voy hammasi yaxshi bo'ladi, bolang yaxshi sog' salomat, shoshilma, gapirib ketadi. Endi mayli buvilarimiz, dodalarimiz tinch omon sog' salomat bo'lish kerak, bo'lishsin, duoda bo'lishsin, lekin ko'pincha mana shu qaynona-qaynatalar qanaqadir be'tiborli bir tarafdan. Boshqa tarafdan masalan bitta Surxondaryoda bitta otaxon kelganlar, chalmalarni kiyib, malades otaxon ekanda, yubiley bo'lgan ekan uyda. 8 oylik chaqalog'i uxlab yotgan ekan. Bir narsani kirib o'sha tepadan shkofdan olmoqchi bo'lganlar. Shkof tepasidagi vaza tushib ketgan, dang'ir-dung'ir jaranglab ovoz chiqozgan, hamma yugurib kelgan, qo'shnilargacha chaqaloq jim uxlab yotgan ekan. Bechora 2 hafta gapirgan ekan. Oy o'g'lim, yoqmadi menga chaqalog'ing, uyg'onmadi. Men cho'chib tushdim, yuraklarim o'ynab ketdi, hamma yugurib sani chaqaloq. Shu menga yoqmayapti. Bor deb. Ya'ni ko'rdingiz? Ya'ni balkim bu yoshga bog'liq emas, qaynotami, qaynonami, er xotinmi, ya'ni bu har bitta insonning e'tibori. E'tiborli bo'lish kerak. Nima bo'lgan taqdirda. Bolada nima chiqdi? Eshituv pastligi bor. Albatta, karlik chiqdi, chunki bola chala tug'ilgan, pnevmoniya bo'lgan, radomda gentamidsin qilishadi bolani hayotini qutqarish uchun. Lekin o'sha otaxon meni esimda qolgan. Молодец. Demak, yoshga ham bog'liq emas, e'tibor berish kerak. Bola rivojlanishiga muhim. O'zi aytishadi-yu, mana bola tashxisli bo'lsa ham, uni atrofi qo'llab-quvvatlasa, u nisbatan boshqa tashxisli bolaga qaraganda yaxshiroq rivojlanadi. Albatta. Nilufarxon juda iltimos qildilar, studiyadagilar ham juda qiziq. To'g'ri, men doim aytaman, quloq bizani shu insonning vujudida juda ham bir sehrli a'zo. O'zi ichki quloq tirnoqning yarimtadek. Faraz qiling. Lekin juda ham katta funksiyalar, ya'ni bajaruvchi funksiyalari juda ko'p buni. Endi o'zingiz o'ylab ko'ring, mana eshitish zaif bola qanchalik katta muammo oila uchun, jamiyat uchun, o'shaning uchun iloji boricha uni tezroq tovushlar dunyosiga qaytaramiz. Lekin ko'pchilik tushunchasi yo'q. Masalan, men doim aytaman, masalan, mana shu quloq supra.
quloq supra hammada har xil. Lekin men aytaman bu telefon trubka. Nimaga? Hamma tovushlarni yig'ib beradi, xuddi voronkaga kabi. Ya'ni kimda bu yaxshi rivojlangan voronka funksiyasi. Itlarda, mushuklarda, bo'rilarda lokator. Ya'ni bu o'sha tovushlarni yig'ib beradi. Atrofdagi tovushlarni. Eshituv yo'l, tashqi eshituv yo'l ketadi. Bolalarda bu kaltaroq, kattalarda bu uzunroq. Mana shu yerdan tashqi yo'l eshituv yo'lidan o'tib, to'lqin, eshituv to'lqin, ya'ni tovush to'lqin, bizda bu mexanik to'lqin, fizika 7-sinf fizika materiali nog'ora pardaga uriladi. Nog'ora pardaga urildi, nog'ora parda tebranadi, 2,5 marotaba tovushni kuchaytiradi. Keyin tovush o'tadi aynan eshituv suyakchalar. Bizda 3 ta odam insoniyati eng kichkina suyakchalar, mana shu bitta tirnoqga sig'adigan sandoncha, o'zanga va молоточек наковальня стремечка. May buruscha qovush молоточек наковальня стремечка. Doim esimdan chiqib ketadi. Ya'ni keyin mana ichki quloq. Ichki quloq bu judayam murakkab a'zo. Mana shu aytayotganimdek, aslida tirnoqni yarimtaday joy mana chig'anoq. Chig'anoq, ulitka 2,5 aylanma. Aynan mana shu chig'anoqda bizda bir minglab eshituv hujayralar bor. Eshituv hujayralarni tebranuvchi o'sha to'qimalari, ya'ni o'sha kelayotgan mexanik to'lqinni aylantiradi, transformatsiya qiladi elektr to'lqinga va eshituv nerv orqali bu hammasi boradi aynan miyaga. Judayam ajoyib va shu joyda bizda muvozanat tizimi. 3,5 oysimon kanalli atalit apparati, bu bizda mana shu boshimiz o'ngga, chapga, tepaga, pastga atalit apparati yuramiz, yuguramiz, orqaga, tepaga, pastga sakraymiz. Ya'ni muvozanat ham, eshitish ham mana shu kichkina tirnoqni yarimtaday joyda. Judayam ehtiyot qilishimiz kerak, judayam e'tiborli bo'lishimiz kerak. Ko'pchilik hatto bilmaydi, bosh aylanish o'ylaydi boshda nevropatologga borishadi. Shuning uchun men vestibulalologiya bilan mana shu oxirgi 6-7 yil shug'ullanaman. Bu ham juda qiziqarli bir mavzu. Lekin mana shu quloq, ichki quloq, o'rta quloq, ya'ni asosiy bu miya sohasi bilan bog'langan. Mana siz to'g'ri aytdingiz, qanchalik bu muhim. Masalan, reabilitatsiya paytida miyada bizda nutqiy tovushlarni analiz qiladigan joy mana shu chakka suyak. Ya'ni o'sha yerda 41-42 dalalar bor. Brokovernika deyiladi. Aynan o'shalar analiz qiladi. ATS. Qanaqa tovush, qanaqa nutq va hokazo. Va shu sohada bizda mayda motorika. Shuning uchun siz defektolog sifatida, logoped sifatida bilasiz, bolalarga reabilitatsiya paytida sizlarni mayda narsalarni yopishtirasizlar, bir narsalarni o'ynatasizlar, ya'ni mayda motorikani rivojlanishi va nutqlash rivojlanishi miyada bitta sohada juda qiziqarli bu. Shuning uchun eshitish pasaygan bolalarda vestibulyar tizimida ham muammolar bo'ladimi? Bo'ladi, juda ko'p. Masalan, bitta vodiylik qizaloqqa olib kelishgan, juda hayron bo'lganman. Nechta nevrologlarga borgan, 8-9 yasharli qiz. Bizlar o'zbekcha raqslarda aylanamiz-ku, o'ynayotganimizda. Aynan raqsga tushayotganda yiqiladi. Yurishi normal holat. Nevrologlarga bordi, pediatrlarga bordi, rost ukollarni, kapelnitsalarni olgan bechara. Men endi vestibulolog sifatida bitta kompyuter videohistografiya tekshiruvini qilamiz. Mana shu bosh aylanishda, muvozanat ushalmasligida tekshirdimda juda g'alati holat, menga ham juda qiziqarli. Qani bir MCKT tekshiruv, ya'ni o'sha nurlar MCKT tekshiruvini qilingchi desam, MCKT tekshiruvda tug'ma nuqson, anomaliya, hamma narsasi bor, mana shu 3 ta oysimon kanali yo'q. Vestibulyar sistema yo'q. Mana shu imminni. Ya'ni mana shu 3 ta oysimon kanal boshimizni o'ngga, tepaga, pastga aylanishimizga mas'ul. Shunaqa nuqsonlar tug'ilgan. O'shaning uchun aynan raqsda aylana olmaydi. Aylanadi, yiqiladi. Qarangki, bechara shuncha nevrologlarga borib, boshqa mutaxassislarda davolanishga harakat qilgan. Aslida bu yerda faqat ingliz tilida habituation degan habituatsiya usuli bor, ya'ni chiniqtirish. Men aytdim, aslida raqsga berish kerak. Sekin buni bosh miyacha o'ziga kompensator oladi, sekin o'rganadi, hech qisi yo'q, yotmasin, naborak harakati ko'proq bo'lsin deb. Ya'ni bu juda bajaradi vazifasini. Albatta, masalan, ko'klar implantatsiya qilishadi ishchi zaiflarga. Ko'pchilikda bir hafta, bir oygacha muvozanat tizim buzilishi mumkin. Ya'ni bu ham alomat. Bu juda ham qiziqarli.
Tushunarli. Zo'r. Menga ham qiziq bo'ldi bu. Ko'pchilik qiziqadi, o'shaning uchun oxirgi payt shogirdlarim juda ko'p. Qirg'izistondan, Tojikistondan kelishadi nevrologlar, surdolog, Surdopedagogika ham juda yaxshi rivojlanib ketdi. Albatta, surdopedagogga juda muhtojlik, talab, ehtiyojlik juda katta. O'shaning uchun yosh mutaxassislarni tarbiyalash kerak, iloji boricha ular hammasi chet tillarni o'rganib, chet tillarda ham malaka oshirish kerak, albatta, bu juda muhim. To'g'ri. Agar ota-onalar bugungi suhbatdan bitta muhim xulosa olib ketishlari kerak bo'lsa, siz qanaqa xulosa bergan bo'lardingiz? Ota-onalar eshituv va nutq rivojlanishi bo'yicha qanaqa eng muhim tavsiyani hozir bera olasiz? Birinchi, e'tiborli bo'lish. Bunga siz ham bir necha marta urg'u berdingiz savollaringiz bilan. Ikkinchi, eshitish zaifligi aniqlandimi? Bunga ishonish kerak. Kompyuter aldamaydi. Bo'ladi vaziyatlar, masalan, bola uxlamagan, shoshilib vrach tekshirgan yoki bilimi yetarli bo'lmagan yoki оборудованияsi eskirib ketgan, masalan, xato qilishi mumkin. Lekin nima bo'lgan taqdirda? Eng asosiy bu nutq. Eshitish qobiliyatini ko'rsatqichi ko'zgu kabi bu nutq. To'g'ri, mashinaga bibillaganiga qaraydi, xo'roz qichqirganiga, chapay chalganiga, baqirganiga qarashi mumkin, lekin men doim aytaman, bolangiz nutqi bormi? Yo'qmi? Bo'ldi. Rostdan ham bu 4-daraja. Bolangiz 3 yoshga kiryapti. Ya'ni men aytmoqchimanki, ota-onalar xafa bo'ladimi, yo'qmi? Har bitta ota-onaga aytaman. Eshitish zaiflikka duch kelgan bolalarning eng katta muammosi ularning ota-onasi va bu muammoni qabul qilmasligi. Tushunmasligi. Menda hozir pechat bor. Mana viloyatlarga boraman. Aniqladim, diagnoz yozdim, mana qilib pechat qo'yaman. Bu eshitish zaifligining davosi yo'q. Ota-onalar uchun birinchi marta va barcha mutaxassisligi. Ko'rib turibdi mutaxassis. O'sha masalan, bolalar nevrologi. Eshitish zaif 4-daraja. Kohlear implantatsiyaga ko'rsatma deb yozilgan. Yo'q, men davolab beraman. O'lgan nerv tolalarini tiriltirib beraman. Endi bu bilmayman, qaysi maqsadda, qaysi niyatda, shaxsiy manfaat bo'lganmi bu vrachda. Birinchidan, buni davosi yo'q. Ikkinchidan, eshitish zaiflik, masalan, nevrologik kasalliklar tarkibiga kirmaydi, bu lor kasallik. Hech qaysi lor vrach, Xudoga shukr, buni davolamaydi. Hech qanaqa ukol ham yo'q. Va uchinchi, bu albatta eng asosiy xulosa, o'sha siz aytganingizdek, ZPRR holat kim bo'lmasin, katta, kichik, birinchi bo'lib eshituv pasport, birinchi bo'lib audiologik tekshiruv va eshitish zaifligini bartaraf qilish. Va albatta ota-onalarga mana bizda katta guruhlar bor, men eshitaman va gapiraman. Sehrli quloq akademiyasi loyihasi bor, menda urg'u beraman. Hozirgi zamonaviy hamma usullar bilan, Xudo bergan ne'matlar bilan, olimlar bergan ne'matlar bilan foydalanish kerak. Kutish kerak emas. Qancha tezroq apparat taqsangiz, shuncha tezroq bolangiz nutqi rivojlanib ketadi. Qancha tezroq kohlear implantatsiya qilsangiz, shuncha tezroq eshitib, bolangiz gapirib ketadi. Bolani vaqtini o'tkazish kerak emas. O'zinglarni bolalaringizga dushman bo'lmaylar deyman. To'g'ri. Shu. Mutaxassislargacha eshituv pasportini talab qilinglar. Albatta va albatta men doim aytaman. Masalan, ko'p mana shu defektolog, nevrologlarga leksiya o'qiganim uchun endi men doim aytaman, sizlar yuborasizlar, men tekshirib beraman, agar norma bo'lsa o'zingizlarga shu bemor qaytadi. O'zingizlarda yana bu shug'ullanadi. Balkim bu autist yoki o'sha alaliya holatmi, men bilmadim, lekin eshitish zaifmi, bu reabilitatsiyada bizda qoladi. Yoki apparat taqamiz, yoki kohlear implantatsiya qilamiz. Mutaxassislarga eng asosiy tavsiya va tilagim bir-birimiz bilan o'sha do'stlashib, sohalar aro ZPRR holati bolani yechimini topishda biz birgalikda bunga bahslashuv qilib, muhokama qilib, yechimini topib, bu bolaga, oilaga yordam berishimiz kerak. Shunda korreksiyasi ham haqiqatda to'g'ri ketadi. Albatta. Kutgan, berilmay qolgan savollar bo'lmadimi? Sizga katta rahmat. Hamma mana shu ishlaringizda rivojlik, muvaffaqiyatlar tilayman. O'zi mana shu muammoga e'tibor berganingiz, shuncha vaqt ajratib meni taklif qilganingiz, bu juda katta bir qadrlayman bunaqa mutaxassislarni. Va albatta men o'ylayman, siz qo'lingizda ishlaydigan barcha yosh logoped defektologlar, kelajakdagi surdopedagoglar juda savodli bo'lishadi. Faqat muvaffaqiyat, rahmat shu. Har doim
to'g'ri korreksiya qilaylik deymiz. Biz ham kerakli mutaxassislarga joyida yuboramiz, talab qilaveramiz. Ortodont bo'ladimi, stomatologmi, lormi, olib bordingizmi? Aynan o'shalarni eslab qolaman ota-onalarni. So'rayveraman. So'rayverganimizdan uyalib ham olib borishadi. To'g'ri, mana masalan ko'p vaqtim bo'lmaydi, oxirgi payt juda vaqtim kam. Ko'p safarlarga boraman, ko'p joylarga taklif etishadi. Mana yaqinda Tojikistonga ham katta bitta kongressga taklif etishdi. Aynan logopedlar, mana shunaqa Insight degan markaz bor. Juda xursand bo'ldim. Rosa odam ko'p keldi. Lekin ozgina vaqtim topiladimi, tez unaqa dumaloq bo'lsa ham ota-onalarga tez tavsiyalarni beraman, urushaman. Nechta ota-onalar yozadi, voy, adamiz davolattirmoqchi, operatsiya qilmoqchi, men o'lgunimcha charchamayman. Sizlarga shu o'git berib, sog' bo'lib, gapirib, davosi yo'q, faqat protezlash. Va albatta bitta yaxshi niyatim, yaxshi devizim bor, quloq borki, eshitish lozim. Chunki bizani dunyo tovushlari eng go'zal. Rahmat sizga. Zo'r. Doim bizga mehmon bo'lib kelinglar. Xudo xolisa. Rahmat sizga bugungi chiroyli, foydali bilimlar uchun. O'zim uchun ham juda ham ko'p foydali oldim. Xudo xolisa xalqimiz uchun ham, mutaxassislar uchun ham foydali bo'ladi degan umiddaman. Sehrli quloq akademiyasi nafaqat bu lor vrachlar yoki vestibulogllar, hatto mana shu surdopedagoglar, ya'ni mo'jiza yaratuvchi surdo-reabilitologlar uchun ham bizada 2 haftalik amaliy trening bor. Bemalol yosh mutaxassislaringiz kelishi mumkin. Juda chiroyli darslar o'tamiz. Amaliyot, eng asosiy amaliyot. Amallarga rahmat. Albatta borishadi, Xudo xolasa. Zo'r, rahmat Nargiz opa. Sizga ham katta rahmat. Kelganingiz uchun, ko'rsatib berganingiz uchun, hammasini tushuntirib berganingiz uchun sog' bo'ling. Rahmat, salomat bo'linglar. Bugungi podkastimiz sizga foydali bo'lgan bo'lsa, albatta sahifamizga obuna bo'ling, izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring. Yana qanaqa mavzularda podkast tayyorlashimizni xohlarsiz, bularni albatta yozib keting.